Assalomu alaykum, hurmatli video kuzatuvchilari. Videomizning bugungi mavzusi My Mehnat Uzda xodimlarga bo'sh ish o'rni yaratish va xodimni ishga qabul qilishni ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun birinchi bo'lib biz bo'linmalar bo'limidan o'zimizga kerakli bo'linma yaratib olishimiz mumkin yoki mavjud bo'linmaga kirib olamiz. Va bu yerda ish joyi yaratish giperhavolasi yoki yuqoridagi ish joyi yaratish giperhavolasini ustiga bosamiz. Demak, bu yerda lavozim yaratish bo'limida turish kerak va pastdan biz mana xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilarning soha klassifikatori bo'yicha lavozimi bo'limida demak bizga qaysi kasbga ishga olmoqchisiz? Misol uchun biz oshpaz lavozimiga ishga olmoqchimiz. Shuning uchun mana demak oshpaz deb yozsam o'zi chiqarib beryapti. Bosh oshpaz, oshpaz brigadiri. Demak, bir qancha oshpaz lavozimiga tegishli bo'lgan lavozimlar shakllandi va bu yerda oshpazni tanlayman. Va keyingi navbatda pastda ham oshpaz va rus tilida, ya'ni power deb nomlab, o'zi shakllantirib berganini ko'rib turibmiz. Va bu yerda biz lavozimni to'liq nomi davlat tilidani biz qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Keling buni yordamchi oshpaz deb yozib qo'yamiz. Demak, yordamchi oshpazga o'zgartirdik. Pastda, demak, stavka bo'limida siz o'sha belgilangan stavka me'yorlari bo'yicha ishchini ishga qabul qilishingiz mumkin. Bir stavka, demak, 0,75 yarim stavka yoki 0,25 stavka bo'yicha ham ishga qabul qilishingiz mumkin. Demak, biz bir stavka qilib belgilab qo'ydik va bu yerda siz oklad bo'yicha ish haqini ko'rsatishingiz mumkin yoki bu yerda ish haqini shtat jadvali bo'yicha muvofiq belgilashni yorliqcha o'rnatib qo'ysangiz, demak bu yerda ish haqini biz shtat jadvali bo'yicha berishimizni belgilagan bo'lamiz. Pastda, demak yuqoridagi oshpaz lavozimidan bizda bir nechta bo'lsa, bu yerga bir raqamini demak 3 ga o'zgartirib qo'ysak bu yerda. Demak shu oshpaz lavozimidan bir stavkaga oshpaz lavozimidan 3 ta bizga lavozim shakllantirib beradi. Bizga bir dona kerak. Saqlash giperhavolasini ustiga bosamiz va bu yerda ogohlantiryapti. Ushbu ish o'rni 5 kun ichida xodim rasmiylashtiriladimi deyapti. Albatta, ha deb belgilab qo'yamiz. Demak, bu yerda mana ko'rib turibmiz, oshpaz yordamchisi lavozimi shakllangan. Endi bu yerda xodimni rasmiylashtirish bo'limiga o'tamiz. Bu yerda xodimni haqida ma'lumotlarni kiritamiz. Pasport ma'lumotlarini kiritishimiz kerak bu yerda albatta. Demak, albatta lotin alifbosida, ya'ni o'zbek alifbosida bo'lishi kerak bu ma'lumotlar. Demak, bu yerda JSHR ma'lumotlarini ham kiritib o'tishimiz kerak. Demak, JSHR ma'lumot kiritgandan so'ng yuborish giperhavolasini ustiga bosamiz. Va keyingi navbatda xodimni ma'lumotlarini tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, ma'lumotlar mos bo'lgandan so'ng biz bu yerda demak qog'oz shaklda mehnat shartnomasini ro'yxatdan o'tkazish bo'limini tanlaymiz. Bu yerda tanishdim giperhavolasini ustiga bosamiz va mana bu yerda ushbu oynani shakllanganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ishchini demak ishga qabul qilish ma'lumotlari va sanasini qo'lda ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Demak, bu yerda mehnat shartnomasini demak biz qo'lda ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi.
Demak, bu yerga biz buyruq raqamini yozishimiz kerak bo'ladi. Buni albatta siz harflar bilan yozib qo'yishingiz mumkin. Demak, bu yerga buyruq raqamini qo'lda kiritamiz. Mehnat shartnomasi tuzilgan sana. Demak, bu yerda ushbu xodim bilan mehnat shartnomasi tuzilgan sanani qo'lda ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, aytishim shartki, bu yerda misol uchun mehnat o'ziga xodim qabul qilib turganimizda, misol uchun bugun 22 demak dekabr bo'lsa, biz uni 10 kun ayirib, ya'ni 12 dekabr bilan ishga olishimiz mumkin faqat shu xodimni. Demak, 12 kundan keyin misol uchun 10 dekabr yoki 1 dekabr bilan ishga olishimiz mumkin emas. Ya'ni umuman dasturni o'zi yo'l qo'ymaydi bunga. Misol uchun ba'zida demak 12 dekabrni tanlaymiz bu yerda va 2025 yil. Mehnat shartnomasini tugash sanasini qo'lda kiritib qo'yishingiz mumkin o'zingiz yoki muddatsiz YPR havolasini bosish orqali muddatini ko'rsatmasligingiz mumkin. Shartnoma turi bu yerda asosiy ish bo'yicha yoki tashqi o'rindosh bo'yicha demak shartnoma turlari mavjud. Demak, asosiy bo'yicha tanlaymiz. Ish boshlangan sana albatta demak yuqoridagi bo'lishi ham mumkin yoki boshqa sanani qo'lda kiritib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Demak, stavkani demak bir stavka qilib belgilagandik. Buyruq raqamni yana bir bor yozib qo'yamiz bu yerga. Deylik, şey bo'ladi. Demak, ushbu ma'lumotlarni biz saqlagunimizgacha, demak, yetarlicha ma'lumotlarni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Demak, qo'lda kiritib qo'ydim ma'lumotlarni. Xodim to'g'ri va bu yerda endi imzolash va saqlash giperhavolasini ustiga bosaman. Va bu yerda men o'zimni o'sha korxonamda direktoriga tegishli bo'lgan e-imzo kaliti orqali demak buni tasdiqlashim kerak bo'ladi. Demak, bu yerda bosh sahifaga o'tamiz. Demak, mana demak xo'jalik boshqaruv bo'limida xodimni rasmiylashganini ko'rishimiz mumkin. Bugungi ma'lumotlar shulardan iborat edi, hurmatli video kuzatuvchilari. Keyingi dars mavzularida ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.